Bugun ko'plab idora va muassasalarga quyosh panellarini o'rnatish orqali elektr energiyasiga bo'lgan talabning katta qismini qoplash, shu bilan birga ortganini davlatga sotish orqali foyda ko'rish imkoni ko'paymoqda. Muxbirimiz Shovot tumani misolida mavzuni davom ettiradi. Shovot tumanida joriy yilning o'tgan davri mobaynida 258 ta obyektga umumiy quvvati 3,7 megawatt bo'lgan quyosh panellari o'rnatilishiga erishildi. Bu esa yillik rejaning deyarli yarmining muddatidan oldin bajarilganligini anglatadi. Tumanda faoliyat olib borayotgan yiliga o'rtacha 800 ming kilowatt elektr energiyasiga ehtiyoji bo'lgan korxonalardan biriga 514 kilowatt quvvatga ega zamonaviy quyosh panellari o'rnatildi. Endilikda mazkur korxona elektr energiyasining asosiy qismini mustaqil ravishda, ya'ni quyosh panellari yordamida qoplash imkoniga ega bo'ldi. Bu esa avvalo xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish, qolaversa atrof muhitga bo'lgan zararli ta'sirni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Davlatimiz rahbarining 2023 yil 16 fevraldagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan tumanimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol tariqasida aytadigan bo'lsak, tumanimizda faoliyat yuritayotgan Shovot Oil Gaz Biznes mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 514 kilowatt quyosh paneli o'rnatildi. Kelgusida mazkur quyosh panellari to'liq quvvatda ishlab, korxonaning elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq qoplashi kutilmoqda.